Hürmetli vatandaşlar, bugünkü leksiyalarımızı başlayımız. Leksiyada Sadaqacı Rozi, Washington'dan sözdeyimiz. Bugünkü leksiyanın sözleştiğinin avval hazırkı vaziyet nime degan sualga mundaq cevap bereyli. Hazırkı vaziyet Vanvi tor betiga maqali yazılgan. Yoki Vanvi tor betining xaridori Wang Chung apandi aytgandek hazırkı vaziyet 25-26 günüde dünya bütünlüğü özgerdi. Onun için yazdı ki Xitayca şüce biyella dedi. Demek bunun manisi 26. çisla aslında 25. çisla buluş gerekti. Bu depti 26. çisla bütün dünya özgerdi. Dünya özgerdi. Endi bunun jaryanını bir-birlep anlayışla bunun münasebetsiz bu gapga. Bu gapda Wang Chung aytibdi, lekin bu jaryanning o'zi oxirgi hisob chiqargan xulosa dal mushu nuqtaga yetib keldi. Bugungi mavzumundaq hurmatli vatandoshlar, Yevropa İttifaqı, Amerika Qo'shma Shtatlari savdoda tamojni beji olmaslik, Amerika Jungo savdo urushi hozir harorati o'rlashdan avvalgi omomaqor. Mesela bunun to'liq tarjimasi Yevropa İttifaqı Amerika Qo'shma Shtatlari savdoda tamojni beji olmaslik kelishimi imzoladi. Amerika Jungo savdo urushining harorati o'rlashdan omomaqoridir. Mushu imzolangan kelishim Jungo Amerika savdo urushi harorati o'rlashdan omomaqoridir. Mavzula xabar 7. ayning 26. kun Dovitor betida e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. Bütün dünyani qaplagan savdo talash tartish kundi degidek yangi o'yin sahnaga chiqyapti. Bu o'yinning montaji bak tez bo'lyapti. Qism bo'lib ko'rinishi montaji bak tez bo'lyapti. Tomoshabinlar kelar qatim nima ish yuz berdi paraz qilolmay danq etib qolg'adak eg'ir voqealar yuz beramdi yoki to'satdilar o'zaro yarishib qolamdi ko'zitib turmoqda. BBC 7. ayning 26. kuni bunda xabar tarqatdi. Tashqari dunyo bu qatimqi Amerika Yevropa savdo suhbati yig'ilmay turib, yoki bir yerga to'plashmay turib tarqalib ketdi deb hisoblab turganda, Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Trump va Yevropa Ittifoqi raisi Juncker bilan uchrashgandan keyin birlashma bayonot e'lon qilib, mundaq ko'rsatdi. Ikki taraf mashinadan boshqa tovarbanlarga boj olmaslikni, g'ayriy tamojli to'siqlarni hamda qo'shimcha haq qo'shib berish to'siqlarini tugatishni tirishib ishga oshirdi. Prezident Trump ichki iqtisod gavdasi, ya'ni Yevropa o'rtaq gavdasi ittifoqi Amerika Qo'shma Shtatlari. Prezident Trump ichki iqtisod gavdasi o'rtasidagi munosabatlarning yangi bir bosqichga yetib kelganligini, buning erkin, adil savdo qilishning muhim bir kuni ekanligini takrorladi. Prezident Trump mundaq ko'rsatdi: "Biz hozir suhbatli ishni boshladik. Lekin biz bu suhbatning taraqqiyot nishonini bakla tushunamiz." Prezident Trump mundaq ko'rsatdi: Yevropa İttifaqı Amerikadan suyuqlantirilgan tabiiy gaz setib elib, Yevropa İttifaqı Amerikadan ko'plab setib olg'uchi davlatga aylandi. Demak, Amerika Qo'shma Shtatlari Jungo o'rtasida mushu savdo bor edi, suyuqlantirilgan gaz savdosi bor edi. Endi bu Yevropaga o'tib keldi degan gap. Prezident Trump bundan burun Yevropadan kirgan mashinalardan 25% boj olaman deb tahdid solgan edi. Bu qatimqi suhbatda mashinadan boj olishning qanday ilgirlashdi bo'lganligi to'g'risida bir narsa deyilmadi. Chunki mundaq ko'rsatdi. Juncker mundaq ko'rsatdi. Suhbat oraliqida ikki taraf har qanday yangi boj olishni vaqtincha to'xtatdi.
Xabarda mundaq ko'rsatildi. Diqqat qilishga tegishli bir taraf shuki, Prezident Trump bilan John Kerry yana ikki tarafning mulozimat kasbini kuchaytiramiz va yezigilik savdosining ko'lamini kengaytiramiz. Jumladan Yevropa Ittifoqi Amerikadan texnik ko'p purchoq eksport qilishni o'z ishiga oladi deb ko'rsatdi. Bu yerdagi John Kerry bu Yevropa Ittifoqining raisi. Prezident Trump bilan bo'layotgan suhbat. Prezident Trump bunday ko'rsatdi. Yevropa Ittifoqi texnik ko'p purchoq setib olishni boshlaydi. Demak, bir jumla so'z purchoq setib olishni Jungo bekor qildi, to'xtamni bekor qildi. Bozor purchoq savdosi bozori Yevropaga o'tkazdi. Bu siyosiy talant deymiz, iqtidor deymiz. Prezident Trump purchoq savdosini Yevropa Ittifoqiga o'tkazdi. Boshlaydi. Yevropa Ittifoqi eng zo'r bozor. Muhimi Amerikaning g'arbi janubidagi dehqonlarning qo'lidan zo'r miqdorda purchoq setib oladi. Purchoq Amerika Jungo savdosida yumshoq qo'varg'a deb qaralib kelgan. Jungoning Amerikadan purchoq setib olishi 60% atrofida edi. Purchoqni nishon qilgan Jungoning zarbi berishi oldida Prezident Trump hargiz bo'shab qolmadi. Masalan, Jungo purchoq setib olishni to'xtatdi, Prezident Trump Yevropada bozor ochdi. 7-ayning 24-kuni Amerika savdo urushining ta'siriga uchragan Amerika dehqonlariga $120 million qo'shimcha haq qo'shib berishni jakardi Amerika Qo'shma Shtatlari hukumati. Va purchoq ishlab chiqaradigan nishonlar shtatlarni ziyorat qilib, Prezident Trump dehqonlardan hol so'radi. 7-ayning 25-kuni Yevropa Ittifoqi bilan kelishim imzolab, Yevropa Ittifoqi Amerikadan ko'plab purchoq import qiladigan bo'ldi. Demak, dunyo o'zgardi degan so'z dalmishi 7-ayning 25-kuni boshlandi. Prezidentning Yevropa siyosati, Yevropada bozor echish, Yevropadan purchoq Amerika dehqonlariga bozor echib berish bilan dunyo o'zgardi degan xulosani chiqadi Wang Chung apandi. Tahlilchilar bunday hisobladi. 2 hafta burun Amerika Jungodan aslab boj olish jadvalini e'lon qildi. Masalan, 7-ayning 6-kuni Jungodan import qilingan 200 milliardlik dollarlik tovar mallarga 10% tamojni beja qo'ymoqchi bo'ldi. Bu 8-ayning 30-kuni kuchga ega bo'ladi. Prezident Trump yezigilik savdo besimi to'g'risida ko'plab signal qo'yib berib, 8-ayning oxirida Jungo bilan yangi savdo urushi elib berishga oldin avval tayyorlik qilyapti. Prezident Trump 8-ayning oxirida yoki 8-ayda Jungo bilan yangi savdo urushi elib berishga oldin avval tayyorlik qilyapti. Dunyo o'zgardi. 25-kuni Amerika Qo'shma Shtatlari Yevropa Ittifoqi o'rtasida erkin savdo kelishimi imzolandi.